Bugün mana sizler bilen biz yeni dersini başlayımız. O busuma balla edebiyatı ve ifadalik okuş praktikumu. Burun bu ders iki türlük bolgan. Birincisi balla edebiyatı hem ifadalik okuş dep iki türlük bolgan. Keyinki modul münasibetiga bağlap bu dersler bir-biriga qo'shilib ketgan. Hem balla edebiyatı ve ifadalik okuş praktikumu deb ataladi. Bu qanaqa o'ylaysizlar? Sizlarning shu balla edebiyatini o'qishinglardagi asosiy sabab, maqsad nimada? Nima uchun balla edebiyotini o'qib o'rganishinglar kerak sizlar? Qanaqa o'ylaysizlar? Nima uchun balla edebiyoti kerak sizlarga? Balla edebiyotini o'qib o'rganishinglardagi sabab nimada? Anladыңlarmı? Biz başlangıç sınıf muallimleri bolganlıktan başlangıç mekteplik balalarga özümüzün edebiyatımızı, yani ulağa arnalgan balla edebiyatımızı öğretişimiz gerek. Nişke? Muallim biz başlangıç sınıflar sabah bergenlikten o balla edebiyat doğrusunda hiç narsa bilmey qandaq balalarga sabah ötümüz. Şu sebeptimi balla edebiyatını ötüp özümüz birinci hammani bilip andan keyin sabahlarni praktikalarni ötüşimiz gibi oldu. Şu sebepten ikinci kursda bizga balla edebiyat kirdi. Mesela ataqlıq bir fiziklar ya, məyli ximiklar bolsun, bularning balla edebiyatına hech qandaq munosabati yo'q. Biz nimishki balla edebiyatini o'qityapmiz agar munosabati yo'q bo'lsa? Haqiqatan munosabati yo'qmi, qanaqa o'ylaysizlar? So'rovingiz qaytalaysiz, men çok anlamay qoldi. Mesela ataq fiziklar, ximiklar bo'ldi ya, cho'ng bo'ldi ya. Endi ashlarmi balla edebiyatni o'qigan. Nima uchun? U ataq fizik o'qiyapti, ular edebiyotchi bo'lgan yeri yo'q. Çünkü özünün edebiyatını, özünün burun nim bo'lganligini edebiyat to'g'ri bilishi. Aşvaqlar sorsun, unchalik darajada tarixini so'zlab beradi. Biroq uni o'qitadi, nimishga? Hozir darsimizga oz vaqt qoldi. Keyingi darsga sizlar ulgurishinglar kerak. O'zinglar vaqtni oldinglar. Hozir daftaringlarni ochib, men savol qo'ymay, shu savollarga o'zinglarning o'y fikrlarini yozib, andiki darsda muhokama qilgan bo'ldi. Andiki darsda shu mavzuning davomi bo'ldi. Birinchi savolni yozinglar. Yozinglar. Daftar bormi yozinglarda? Bor. Balla edebiyatı ve onun tarihi. Birinci savol. Balla edebiyatı ve onun tarihi. Biz nimişki balla edebiyatını öğrenimiz. İkinci savol. Biz nimişki balla edebiyatını öğrenimiz. Üçüncüsü, ballarına balla edebiyatını öğrenişki ballarga balla edebiyatını öğretişimizdeki maksat nemede? Ballarga balla edebiyatını öğretişdeki maksat nemede? Mana muş üç savol üstüde internet torbatlar orqali umuman balla edebiyatı biraz o'qib, o'zingizning o'y fikrlaringizni sig'ishtirib, qisqa bir 10-15 cümlelik esse yozib tayyorlab tursizlar. Andiki darsda men mush savollarni qaytalab qo'ymay, hamma o'z o'y fikrlarini aytsa, hech kim bir-biriga o'y fikrlarini bermanglar. Mayli, agar sizlar hamma har turli o'y fikrni aytsanglar, cho'ng bir hosil bo'ladi. Buni men hozir javobini men bilmayman. Men devatsam, u sizlarga inchilik daraja qattiq ta'sir qilmaydi. Agar sizlar bu savollar o'zingizlar o'ylansanglar, demak bu sizlarni as saqlash qobiliyatinglarga aytdi cho'ng ta'sir qildi. Shuning uchun hozir sizlar o'zingizlar o'y fikrlaringizni yozib ko'ringlar, o'y fikrlaringizni aytinglar. Keyin men o'zim o'y fikrimni qo'shaman. Shunda sizlar cho'ng bir edebiyotga boshlashga cho'ng bir zamin yaratdilar. Tushundingmi? Andiki darsinglarga o'zi 5 minut vaqt qoldi. Sizlar hozir qattiq
qilib keyingi dars tayyorlik qilsanglar vaqtinglar oz qoldi. Shuning uchun endiki darsga tayyorlik qilinglar. Men har qanday savolinglar nimanglar bo'lsa WhatsApp guruhi orqali menga so'ranglar. Men har qanday savolinglarga javob beraman. Tushundingmi? Ma'qul. Tushunishlik rahmat muallim. Salomat. Ma'qul.